Assalomu alaykum. Barchani 8-mart bayram bilan tabriklaymiz. Bilasizlarmi, aytishadi-ku, eng yaxshi sovg'a o'z qo'ling bilan qilingan sovg'a deb. Shuning uchun biz Kanijo prezidentlari o'z qo'limizdan tayyorlab kelgan sovg'alarni sizlarga hozir taqdim etamiz. Albatta, Dildiroz qarsak ilosida 8-mart Usmon saroy Kanijo sizlar bilan azizlar. Demak, bugun 8-martni biz mana shunday chiroyli bir nishonlab turamiz, lekin boshqa mamlakatlarda har xil nishonlashar ekan. Demak, 8-mart Xitoyda. 8-martingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ha, 8-. Hozir berdim-ku sizga. Yo'q, men boshqasiman. Tavba qildim, bir-biringizga o'xshaysizlar, hammanglar. Bayram. Ana endi 8-mart Rossiyada. Xotin, Tabii. Ammo mashinani kaliti. Mangami? Hanga. Sen bugun haydaysan, men bugun ichaman. Yur. Ana endi 8-mart ko'p qotilli ruxsat berilgan arab davlatlarida. Qochlari bitta kelari, hammangga yetadi. Hammang qani tanimayman men, qoch. Va o'zimizda marhamat. Mana bu gul. Rahmat. Mana bu telefon. Rahmat. Mana bu mashinani kaliti. Rahmat. Tabriklayman. Alo. Ha, xotin. Bo'ldi, ketyapman. Davom etamiz. Tabriklash uchun sahnaga hozir Olim akani taklif qilamiz. Marhamat, Olim akaga Olim aka bilan qisqa qo'shiqlarimizni taqdim etamiz. Bugungi qo'shiqlarimiz faqat siz ayollarga bag'ishlangan bo'ladi. To'g'rimi Olim aka? To'g'ri. Bayramingiz muborak bo'lsin. Demak, qisqa qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Birinchi qo'shig'imiz o'zini bolalarini juda ham erkalab aldaydigan ayolning qo'shig'i, marhamat, onaning qo'shig'i. Uyimning guli sizlar, ikki o'g'il qizlar, shampunlarni qilib bo'sh, vannaga tush. Rahmat, keyingi qo'shig'imiz mana Alisher Fayz o'tiribdilar. Aytishlariga qaraganda Alisher Fayz bog'chada ham qo'shiq aytgan ekanlar. Va bog'chada bog'chapalarga atalgan qo'shiqlari bor ekan. Demak, Alisher Fayzning bog'chapalarga atalgan qo'shiq. Bog'cha opam bizni uxlatdi, kotletlarni yeydi jimgina. Mo'ralasam ko'rpani ochib, yomon quvdi ya. Davom etamiz. Ana endi yosh bolaning beg'ubor qo'shig'i. Non yopganda mening oyim gatshotchikni to'xtatadi dadam doyim. Ana endigi qo'shig'imiz esa u yoqdan ham, bu yoqdan ham sovchilik kelganda hammasiga rad javobini bergan bir qizga bag'ishlanadi. Marhamat. Shuncha sovchi qoshingda qaytarding shu yoshingda, osmonlarda yurgan qiz, 48ga kirgan qiz, o'shal sen Munargiz. Rahmat, qarsaklar uchun ham rahmat. Va so'nggi qo'shig'imiz o'zini turmush o'rtog'idan juda ham qattiq ranjigan, xafa bo'lgan bir ayolning qo'shig'i. Bir xotin bor, erim bor, uylanar har yil bahor. Ishlamaydi bir joyda, bunday er bordir qayda. Bunday er bordir qayda. Bir keladi bir oyda. Olim akaga qarsaklaringiz azizlar. Ana
sahna ko'rinishlarimizni ko'rsatish uchun esa sahnada o'tirgan san'atkorlarimizning yordamlari kerak bo'ladi. Birinchi sahna ko'rinishimiz uchun bilasizlar, menimcha Dilnoza Akbarovani taklif qilsak, menimcha hech kim qarshi bo'lmasa kerak. Dilnoza opa, 8-mart bayramingiz muborak bo'lsin. Mana shu gulni olib qo'yasiz. Demak, tasavvur qilamiz, 8-mart gul do'kondagi holat. Gul faqat bitta dona qolgan. Marhamat. Assalomu alaykum. Gul sotasini 20 ming beraman. 30 ming beraman shu gulga. 50 ming beraman. 100 ming beraman shu gulga. 200 ming, 300 ming, 400 ming, 1 million beraman shu gulingizga. Men senga aytgandim, asli konsertdan keyin chiqib gulni sotadsan. Keyingi sahna ko'rinishi uchun esa Alisher Uzoqov bilan ajoyib duet etgan Nilufarni taklif qilib qolamiz. Nilufar, keling, ajoyib bo'lgan xonanda. Guldiroz qarsaklaringiz ostida kutib olamiz. Demak, tasavvur qilamiz. O'g'il otani noqulay bir vaziyatda ushlab oldi. Nilufar, 8-martlaringiz muborak bo'lsin. Men sizga dunyodagi eng yaxshi tilaklarimni tilab qolaman. O'g'lim, men senga hozir hammasini tushuntirib beraman. Onangga aytmasang bo'ldi. Yo'q, onangga aytmasang bo'ldi. Xohlagan narsangni olib beraman. Xohlaysan PlayStation 3. iPhone 5 olib beraman. Lasetti 3-paketda. Shahar markazidan 4 xonali uy. Nima xohlaysan bo'lmasa? Yo'q, yo'q, Ana endi ajoyib so'z ustasi O'tkir aka Muhammadxo'jayevni taklif qilamiz. O'tkir aka bilan bir chiroyli bir narsa ko'rsatamiz degan umidda. O'tkir aka, bilasizmi, siz hozir shunaqangi odamni o'ynashingiz kerak rolini. Taksistlar bor, mana ko'p gapiradigan taksistlar bor. Shunaqa taksistlar sizni joningizga teggan. Tushunarli. Ortiqcha gap gapirmasa-da shu. Shunaqa taksistni men o'ynayman hozir, siz joningizga tegan odamni, o'zim o'ynayman, joningizga tegan odam ko'rsatib bersangiz bo'ldi. Kim bor? Men kim? Taksi. Assalomu alaykum. 19-kvartal Chilonzorga boraman. 3000 so'm pul beraman. Yoningizga o'tirib olib borib qo'ygandan keyin 4 ta bolam bor, qiynalib qolganman. 1000 so'm qo'shib yuboring demisiz. O'tirib olganimdan keyin olib ketayotganda mashinani radiosini yoqib, "Ano san'atkor qachon erga tegadi? Men bu nimaga ajrashdi?" deb so'ramaysiz. Qiziqchi Shukrullo Isroilov yaxshimi, tinchmi, Halima tirikmi deb so'ramaysiz. Nimaga yo'llarimiz o'nqir-cho'nqir, ayran urib, chuqurlarga tushirib, balonlarim yirtilib ketdi, balon qimmat deb meni boshimni qotirmaysiz. Benzin solsam, mashinam shaqillab ketyapti, mashinamiz sasimayaptimi? Shuni qachon Malibu qilar ekanman deb so'ramaysiz. Tushundingizmi? Shuni maqsadda olib borib qo'yasiz. Shunda 3000 pul beraman. Assalomu alaykum. Haqa bo'lsin. Sahna ko'rinishi uchun esa Alisher Uzoqovni taklif qilamiz, azizlar. Alisher Uzoqov. Marhamat. Alisher aka, gap shundaki, Alisher aka, siz hozir sahna ko'rinishida ishtirok etmaysiz. Shunda turib ko'rsangiz, yo'q. Alisher aka. Ana mashina turib ko'rsangiz bo'ldi aka. Barchaga ma'lum, hozir Alisher Uzoqov hozirgi kundan qo'shiq aytyapti va biz tasavvur qilib ko'rdik, Alisher Uzoqovning birinchi konserti qanaqa bo'lar ekan deb. Demak, biz taxminan mana shunday bo'ladi deb tasavvur qildik. Marhamat. Unchalik lazat bor-ku. Bilaman, mana muxlisni qayerda o'tirishini, qaysi tarafda o'tirishini juda yaxshi bo'ladi. Birinchi marta sahnaga chiqib o'tgan.